Ben boyunca dostlarımızga xemirni, yeni bolkadan xemirni mana yumşak qiladigan maxfiy usulni ib keldim. Bu usulni ikkinchi qitim qilishimda 5 payz bo'ldi. Buning 25 gram odatdagi unni ilib, 25 gram 100 gradus qaynatgan qaynoq suvni, ya'ni 25 ta 25 qilib ustiga qo'yib, mana bu aralashtirib olmamizga, ya'ni hisobda xemirimizni pishirib olmamizga. Mushxil xemirning qiziq holatida bo'shandagi siliblar buni binshangning to'ngiltish o'rinda yani göçte unutduğu oranda 2 saatin 3 saat küçük koymuş. Andın 300 gram un, bir dal tuxum, 5 gram xemir turuş, 30 gram şeker. Andın bayıqı xemirimizi yani pişirip algan xemirimizi ilip soğuk su bilen xemirimizi jığırıp alımız. Muvafiq miqdarda soğuk su koyup jığırsanlar buludu. Xemirni yumşaq holatda jığırıp algandan keyin 10 minut tundirish qo'yib qo'yamiz. 10 minutdan keyin men xemirimizning o'ttirisini ichib olgandan keyin taxrimning tuzsiz seriq meni buni surkidim. Tuzsuz seriq mayni sürkep 5 minut ravrus işledim bu xemirga. İşlep bo'lgandan keyin yana 15 minut tindirishga qo'yib qo'ydim. Ikkinchi qitim yana o'xshashli xemirning o'ttirisini ichib olgandan keyin yana o'xshashli baxrimning seriq maydan, ya'ni mavut seriq may lozimli boshpatda 5 payz qildi bu xemirni. 15 gram atrofida ishlatsanlar bo'ladi. Yana o'xshashli 5 minut ravrus xemirni chaylab ishlagandan keyin 40 minut tindirib qo'ydim. 40 minutdan keyin xemir ajoyib payzi bo'libdi. Bundan yelini chiqarib atgandan keyin o'zimiz yaxshi ko'radigan cho'nliqda buni kesib olsak bo'ldi. Men 8 parchaga bo'lib oldim. Ondan buni zo'li qo'yib, ya'ni o'zini 2 cho'nliqda ko'p kuch qo'yib qo'yamiz. Qaranglar, xemir shunchalik payz bo'libdi 20 minutlar. Ondan buni ichib olamiz. Ichib olgandan keyin buni hech qanday narsa ishlatmay, yo'gab qilsaqlama bo'ldim. Yoki men o'xshash mendaq murabbani yaxshi ko'radigan do'stlar, ta'mini o'zgartirib desanglar, men Faxrimninki lammi go'jansini ishlatdim. Lammi murabbasi. Bu asli 1 kilo, hozir 1,5 kiloga o'litibdi. 5 chiqib beradigan 1,5 kilo. Bumi boshpatda bahasi bek azon setib olsanglar bo'ldi. 5 payza buning ta'mi. Ondan xemirimizni mundaq chiqib ketishining oldini olib murabbani besib etamiz. Ma ulushidigan yanimi obdan mejib besib etamiz. Bu vaqtda murabba chiqib ketmaydi. Ammo bu xemirni Shangjiaoning holatida akasanglar bek chiroq chiqadi ekan. Ondan lisk tizib buni 2 cho'nliqda, ya'ni 20 minut qo'yib qo'ydim. 20 minutdan keyin xemir mana mushtaq ajoyib payz bo'libdi. Endi bunun üstüne bir zinnetlab qo'yay deb qog'oz qo'yib olgandan odatdagi undan chechib etdim. Buni bir yangicha usul deb sinab baqdim. Bunda qilgan vaqtida bek ko'rkam chiqadi ekan. Boshqacha tus beradi ekan bolqam. Odatdagi bolqa bir g'ayriy bolqa tusiga kirdi. 180 gradusda 18 minut pishirdim. Beyzi pishibdi buning. Mushu jamolini demay, turqim uyni bir olay. Ma yumshoqligini qaranglar. Nima deydi mana yumshoqligi. Buningdan bolqa qilsanglar cho'qim oldidagi usul bo'yicha qilib yiqinglar. Beyzi bo'ldi ekan. Men bunaqa qarqat murabbasidan sirt yana o'rik murabbasini qilib atgandim. Uning ta'mi beyzi bo'ldi. Do'stlar qaranglar, ma yumshoqligi nima deydi? Mana ichini ichib ko'rib baqaylar. Isqilib Bikat tutsanglar bolqa qig'inlarni keladigan holat o'qib. Bundan diqqat qilib baxsam, har kuni degidek bolqa qig'im keladigan bo'qapti. Shunchalik payzilga. Ma ichini qaranglar, bulut. Ular olsa to'liq nomer 10 nomer, siz menga necha nomer qo'ysiz? Inkas rayonida bir nomer qo'yib eting. Ondan az pul bilan yuz teringizni o'ngshashni o'ylaydigan, ya'ni teringizni paqiraq, suzuk, oppoq qilishni ham o'sha qo'riqlarni kontrol qilishni o'ylaydigan xonim-qizlar boshpatga aloqamni qo'ysangiz bo'ldi.